Sergeli tumani yarmarka nima shunaqa o'zgarishli bo'lib ketdi. Kecha prezident kelib ketdilar. Bu narigi betda Mustang. Ot ochilyapti. Ot uçsayla bo'ladi. Kechagi syomkani davomi. Security. Корзинка. Нашли полный магазин edi, mana yo'q. Tunelga tushib boramiz. Zo'r qilib qo'yishibdi oldin betdan vashi. Yurib bo'lmasdi, qorong'u bo'lardi. Tualet hidi bo'lib yotardi. Hozir mana zo'r qilib qo'yishibdi. Bu yoniga kelsa yana yorib. Yo'lni narigi betida mana ko'rinishi. Ametlar magazin bo'lardi. Tekslab tashlashibdi. Ustoz Shifuni ham magazini bo'lardi. Ustoz Shifu ishsiz qolib ketdilar. Ustoz Shifu. Uchar parkovka degani mana bu yerda edi.
Если что, u yerda ham bor ekan uchar parkovka. Video chiqib ketdi. Uchar parkovka to'g'risida. Ashga kirib ko'ramiz endi. Bu yerda suv bo'lardi bir paytlar, katamaranlar uchib yurardik. Hozir hech narsa yo'q. Qurib yotibmiz. Boyagi uchar parkovka deganim. Короче, parkovka qilib bo'lmaydi, aro qo'yib qo'ygan, lekin parkovka bor. O'shanga uchar taksimi, uchar taksilar keladigan joyim deb video chiqdi. O'shani uchar parkovkada o'tirdim. Oldindan parkovkasini qilishyapti, keyin mashinasini olib kelishadi shunda. To'g'ri qabul qilinglar desizlar. Xo'sh, hatto ham kafelar qilib qo'yishibdi mana. Hop. Mana yoqda 8 oyoq bo'lardi. Kafe bo'lardi. Katamaranlar bo'lardi. Attraksionlar bo'lardi. Hozir hech qaysisi yo'q. Quvlab qopti bu park. Xo'p, mana bitta konsertlar bo'lardi rasa. Artistlar hammasi kelgan shu yerga. Hamma artistlar kelgan. Mana ishda bo'lardi konsert. O'rtada va ishda hamma eng zo'r artistlar shu yerda ashula aytishgan. Hop, mana bitta ham zo'r kafelar qilib qo'yishgan, hozir yerda ham ko'ramiz. Bu yerda mana gastronomik ko'cha. Mana shunaqa ko'rinishda qilib qo'yishgan. U oxirigacha boriladi, keyin o'ngga qayilsa ham kafelar bor. Tak, biz ketamiz bu yoqqa. Altga tennislar qilib qo'yishibdi. 7-7. Tez yuraverman, ozgina qimirlab ketyapti video, to'g'ri tushunasizlar. Mana shunaqa kafelar qilib qo'yishgan. U oxirigacha shunaqa kafelar. Tak, bu yoqda chorraha, bu yoqda hokimiyat. Sergeli hokimiyati. Biz yo'lni narigi betiga o'tib videoni davom ettiramiz. Bu yerda kreditatsiya bor, bitta texnika. Ko'rinmayapti daraxtlar orasida. Nimaga alohida gapiryapman? Chunki kompyuter zarar bo'lganda mana shu olishga to'g'ri kelib qo'ygan. Tekinga reklama qilib ketamiz endi. Xo'p, tekinga mana shu bankka reklama qilib ketamiz. Mana Capital Bank. Bu yoqda kafelar. Kreditatsiya ham ko'rinsa yaxshi bo'lardi, o'tgan. Narigi betga o'tishga to'g'ri keldi. O'ta olmadim bu yoqqa. Fontan magazinlar. Odam ko'payib ketibdi ko'chada.
endi aylanishli qilib qo'ygandan keyin betlari ko'payib ketdi. Oldin bunchalik ko'p emas edi. Mana bunaqa fontanlar qilib qo'yishgan. Batutlar. Videolar qimirlab ketyapti, tezroq hamma. To'g'ri tushunasizlar endi bu yog'ini. Mobilograflarga o'xshab olib tashlasam bo'ladi. Lekin tez olib tashlashim kerak. Video olib yurishga unchalik vaqt yo'q. Yo'l-yo'lakay ko'rsatib ketaman sizlarga. Mana yoqda Astanovka bor edi. Magazinlar bor edi. Biz tashlashdi. Uzunmi ham reklama qilib ketmasak bo'lmaydi. Bitta fontan bor ekan. To'g'risini aytsam, mana shu bozor keldim o'zi. Pishkon keldim. Bir to'la video ham olib keldim sizlarga.